bo'ladida, o'zligini tanigan yil, o'zi aslida shaxsga nisbatan ishlasak bo'ladi. O'zligini tanigan, o'zini tanigan shaxs, urug'ini, tubini tanigan kim o'zi, qayerdan kelib chiqqan, kimdan kelib chiqqan. Masalan, tarixda bir bor, tarixiy ma'lumotlar kerak bo'ladi bu yerda. Juda anaqa tarix o'zi qiziqqanman, juda qiziqqanman. O'zim degan darslarda sizlar degan boyagidek bitta kerakli bir yo'qlar bor. 3000 nafar o'qituvchidan 3000 xil fikr chiqadi. Mana kim 5-6 tasi aytib o'tdi, yetakchi bo'laman, ular men yetakchiga qo'ymayman. 5-6 o'qituvchi aytib o'tdi, men yetakchi bo'lmayman. Men davay o'qituvchi o'qituvchiga shu. Zimimizga vazifa yuklab chiqishdi. Kasallik varaqasiga asosli kasalga chiqib ketadigan bo'lsangiz, asosiysi bo'lsa, vaqtinchalik o'rningizga boshqarma berishingiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Barchangizni ko'rib turganingizga xursandman. Ko'pchilik birimizni yaxshi taniymiz. Shunday o'zimni ta'rif qila olay. Ismim Shohruh, familiyam Saidmurodov. Bugungi kunda Jizzax viloyat pedagogik mahorat markazida ijtimoiy fanlar tarix metodistiman, ya'ni sizning metodistingiz. Mana shu kasbiy rivojlanish kuni soatiga aynan biz mas'ulmiz. Tashkiliy jihatdan emas, asosan mazmunga e'tibor qaratamiz. Mentorda o'tayotgan darsiga qancha yetkazyapti shu haqida ma'lumot to'playmiz. Biz endi haligi davomatga e'tibor qaratmaymiz, chunki bundan keyingi davomat masalalariga umuman hech kim aralashmaydi. Chunki bu o'quv yilidan boshlab aynan KRK tadbirlarini KRK.Avlon.uz degan platforma orqali amalga olinadi. Hozir hammada mana shu telefon bo'lsa kerak, hozir jarayonni shartta qilamiz-da, ungacha soat 11 bo'lib qo'yadi. Keyin o'sha ustoz aytgandek, 11da o'zi mana shuncha ko'pchilik o'qizdi, imtihon deydi, antarasi va chiqib kelasiz o'shga. Bo'lmasa hamma telefonni olsin, birorta olsin, shuni o'tiramiz, shartta. Google kirdingiz-a? Google'ga krk.avloniy.uz deb yozasiz. Ha, shuni bosasiz. Tanamsam bo'ladi. Ijtimoiy faollik va ijtimoiy odob. Tozalik. Ijtimoiy faollik va ijtimoiy faollik biror bir shaxs yoki biror bir guruhni jamiyatdagi o'zini ta'sirini o'tkaza olishi. Shu bo'yicha biz nimalar qilishimiz kerak? O'sha bo'yicha bugun gaplashamiz. Deylik, qaranglar, ustozlar, qanday ijtimoiy faollik turlari bor maktabda? Deylik, o'quvchilarni o'zini qiziqqan sohasidan kelib chiqaylik.